Xi Jinping bilan Donald Trump tijoriy munosabatlar haqida muhim telefon ko'rishmasi ilib bordi. Aqsaray bergan ma'lumotga asoslanganda, ikki tarafning telefon ko'rishi ilib borganligi bildirildi. Bayonotda ikki lider alaydan Amerika, Xitoy tijoriy munosabatlarni tilga ilib, ikki davlat orasidagi adil va o'zaro foyda yetkazadigan tijoriy munosabatlarning ahamiyatiga diqqat berganligini bayon qildi. Trump Xitoy bilan tijoriy munosabatlardagi masalalar to'g'riliq suhbatlashganligini bayon qilib, Xi bilan rayon xarakterlik bexatarligi haqida munozara ilib borganligini va Yaponiyadagi 20 davlat boshliqlar yig'inida ko'rishni umid qilishganligini bildirdi. İki davlat orasida davomlashayotgan tijoriy jiddiylik bir-biriga ilib kelgan tamojna bizi bilan tijorat urushi andisini oshirgan bo'lib, Amerikaning Xitoy bilan oldin qayning oxirida ilib borgan oxirgi muzokarasi yaxshilanish aklanmagan edi. Xitoy axborotlari bu qitimliq telefon ko'rishi haqidagi tafsilotlarni e'lon qilganda, Amerika Xitoy tijoriy munosabatlarining ikkili tarafga ziyon elib kelganligini bildirish bilan birga, Xi Jinpingning 20 davlat boshliqlar yig'inida ko'rishganda, Amerikaning Xitoy korxonalariga adil muomala qilinish umidini o'ttirib qo'yganligini bayon qilishdi. Xitoy tashqi ishlar bayonotchisi Lu Kang muxbirlarning savollariga javob berganda, Amerika prezidenti Trump Xi Jinping bilan 20 davlat boshliqlar yig'inida ko'rishni talab qildi. Xi Jinping Trumpning taklifiga qo'shildi dedi. Bu xabar tarqalgandan keyin Xitoy axborot vositalari orqa-orqadan Trump savdo urushida qo'rqib bizni suhbatga chaqirdi deb jar silishdi.